Qalbi qotgan sari u Allohdan uzoqlashib boradi. Allohdan uzoqlashdimi, demak u mashhur oriflardan biri Muhosib aytadilar, gunohlar g'aflatni keltiradi. G'aflat esa qalbni kasal qiladi, o'ldiradi, qotiradi. Qalbi qotishi bandani Allohdan uzoqlashtiradi. Allohdan uzoqlash esa uni do'zaxga olib boradi dedi. Mana do'zaxga olib boradigan narsa nima? Kichkinagina narsalardan boshlanadi. Kichkinagina gunohlarga beparvo bo'ladi. U gunohlar uni qalbiga dog' bo'lib o'rnashadi, sekin-sekin gunohlar kattalashib, gunohni kasofati uni qalbini qotirib, qalbini o'ldirib boradi. Qalbi qotgan sari u Allohdan uzoqlashib boradi. Allohdan uzoqlashdimi, demak u jahannamga yaqinlashdi degan. Ana shu jahannamga yaqinlashtiradigan, Allohdan uzoqlashtiradigan narsa nima? Gunohlarga beparvo bo'lish. Gunohni qilib yana iymoni, vijdoni qiynalmaslik, Allohga tavba qilmaslik. Yana uni maqtanib gapirib yuradiganlar, boshqalarga e'lon qiladiganlar bor, Alloh